Ko'rasiz. Xo'p ishlaydigan ekan u. Bu kardan joylashmaydi debkan. Qaltirani topga. Ha. Ha. Bakkalar qoldi-da, yaxshi. Pastga bakka urilgandan ham kun chiqartamani o'sha bizda nimaga agar aytgan shu bir qarcha yer bor xolos, o'shanga. Yerdikpa. Ha? Do'stim o'g'li. Shundaqami? Hadi. O'zbeklarga o'xshab sal paretga qilishimiz kerak. Qani yur o'yna. 9 ga aytgan ekan. Qani yur o'yna. Mana shu o'y xo'jayisi mana 10 gektar yerda shunday yetadimi ishlashga? Ha yetadi. Mana shu 10 gektarda ekasan paxta. Paxtaga vaqtida qaraysan, xohlagan yeringdan 1 gektar ekolasan. Qovun ekasanmi, juvar ekasanmi? Keling hadi. Salom badam, salom alaykum. Zirsizlar. Qo'lni yuvib o'ynadi. Keling. Mana videoga ham shu bor. Mana shuni mana to'y qildi. Qonun qoidasi to'g'risida boshqa tepkiyor. Savdogarchilarda ham hammasi axir o'zgarib qonun qoidasi bor, shatiga qarab. Qancha qo'shada ham payda. Hammajonda xotinlarga ota-bobolarning avlodlarining ruhoniyalariga ham baxshida bo'ldi. Başında oturganlardan oturlarını toplalarını avlodlarının ruhoniyalariga ham baxshida qildik. Allohum ma'furil val validoy val ustoziy val jami'il mu'minan val mu'minat val muslimin ismat al-ahyoy minhum mat innakum mindur barakat. Hazal g'azab rahmatika ya Alloh akbar. Keşler. Baraka başlaram Alloh taala o'zlaridan o'zlari ko'payib sher farzandli bo'lib ikkinlarni obod qilsin Alloh akbar. Hammamiz namozdan bo'lib ketaveraylik. Ozoq qilganda oz ish chiqadi.